Turpan diyarı urutqanlar yaxşımı? Xotan diyarıga kelgan, güzel Xotan diyarınki iliqligini bir odam his qildirdi menga qarindoshlar. Bu akamning kichikbelligi, bu akamning esilligi ta 60 necha kirqapmi, ukam tang mangmasan bilan deb mushu Xotanniki alari ko'chalari, Yo'rinqash daryosi, Tosh bozori degandek yerlarni o'z bir qo'lliq aylantirib mangdi. Endi men bu yerda akamdan nimani o'rgandim desak, kichikbellik bilan Naitim mehman dostluğunu bir gavdlanırga asasda Xotan yurtuniki naitim qizg'in kayfiyat mehman kutib olgan, naitim kichikbellik bilan o'zini nima deymiz, boshqalarning hurmati sazavarqida bir akamimda qalbimdan bak cho'ng o'rin oldi. Biz tunishqili bak uzun bo'lmasaqmi, lekin bir-birimizga xuddi ko'nik tunishlardek pozitsiyada bo'lib, o'zimning bir qo'rsoq akisidek, mamuk bir qo'rsoq fukusidek shundoq bir xil mehr muhabbat tug'dirdi. Şoňaşqa Xotan diyarındaki barlyk Turpan diyarında tijaret qatkan Xotanlyk qarindaşlar işlerini utuq olsun, YouTube-dagi qarindaşlarga inoq izil bo'lishni chin ko'ngildan umid qilaman. Bu adam kim o demeysizlar? Bizdeki davlat daraja birinchi darajalik artistimiz yana Ahad Baqi akam. Mana degan Salam. Esel akam. Hammalarga salam. Ama şu kibirlik deganni bir tushuntirib qo'yib bergan akamga. Ha? Kibirlik degan narsalardan nima? Kimning ismi o? Kibirlik diyen bazı insanlarda buluşuq tegishlik narsa bu buluşuq tegishlik demeyim. Onda desem hata qoldi ki bazı adamlarda bir xil yomon illat bu kibirlik degan. Ammo lekin sizda shunda izlab baqsam topamidim kibir yo'q ekan shunga ikki so'z iborangiz anglag'im qoldi. Kibirlikni barliq insonlar yoqtirmaydi. To'g'ri. Hech kimda endi ashta bo'lib qolmasin. Lekin endi qisman qarindoshlarimizning masalan tug'ilib o'sgan muhiti, aile tarbiyasi, To'g'ri. qatorliq shu ishlar uning o'xshamasligi bilan endi men menda ailda cho'ng bo'lgan, sen menda ailda cho'ng bo'lgan degan ilqib farqlik bilan keyin aytadi tabiiy shaklni qilamdiki deyman, bo'lmasa bu insonlarda bo'lmasa bo'ladigan ish asla. To'g'ri. Shunga endi bu ham qarasam jiq bu haqiqatdan men Xotanlik bo'lg'achqa Xotanga kelgan har qanday odam, har qanday millat Xotanga kelsa Xotanning memini bo'ladi-cha. To'g'ri. Xotanga memon bo'lib keladi. To'g'ri. Men Xotanlik bo'lganligim uchun men cho'qim shu memonlarni oldiga chiqsam bo'ladi. Bizning yurtga memon bo'lib ketdi degan menda bir ideya bor menda. Rahmat. Hammasiga oldiga chiqib bunday kutib yetish bo'lmayman. Rahmat aka. Ba'zi memonlar kelganda men Xotanda bor bo'laman, ba'zi yo'q bo'lib qolaman degandek. Rahmat. Shunga şu anda sen kepsi üniversiteye mihray sanırız mekulon belki kaç ketmeyi. Kaç ketmezsiniz. Biz daha böyle şıkkınla kettikensinde hoş oldum. Üniversiteye sango yapıyor. Ben oturursa mihray sanırımızdaki ikinci kilişiken Xotan'ga. To'g'ri. Şu anda ben Xotan'la daha bir köksütüp aldı bile Yo'rinqash deryasını köksettim. Ne mi desanlandı Xotan'la Yo'rinqash deryası dünyaya dağılıp. To'g'ri. Anan deyki Xotan qaştışını köksettim. Umut dünyaya dağılıp. To'g'ri. Şu hazır hem de matüençanğı kaldık bana kaptar kötüsü diye yerlige. Kaptar ko'chisi keldi. Şu an bir şey aldım da köküstüp. Ama sığınımızla bir Xotan'ga kelganligim de. Daha bir Turpanda bağın neslerini emas, yok neslerini köküstüp koydu. Turpanda qaştışı yok. Şunu köküstüp koydu apardım. Bir daha eşemde. Rahmat aka. Endi oxirida qarindoshlar, mangu mehmon do'stlik yerda qolmaydi. Yaxshi, güzel o'tish bir fazilat. Kibirlik degan insonga yarashgan narsa emas. Shunlashqa mayli millioner kutinglar, danglik cho'lpon kutinglar, vanxon kutinglar, kichikbellik bilan turmushinglarni davomlashtirishinglarni umid qilaman. Akamniki mush ekran oldida billa umrning uzun bo'lishini, salomat bo'lishini, mush Xotanniki barliq shu mehr muhabbat qarindoshlaring omon bo'lishini umid qilaman. Yana barliq Xotanniki urutqanlar Turpan diyariga berib sayohat qilib o'ynab ketishinglarni qizg'in qarshi olaman. Rahmat. Millat do'stlarning Xotanga kelishini men qarshi olaman. Siz rahmat sizlarga yurak berib ko'plab taqib qo'ysanglar, mana isil og'alarimiz uzun umr ko'rsin juma. Alomat uzun umr ko'rsin. Rahmat. Rahmat. Eliq bir gap bor bay deydigan. Yaman sat amda adam kelsin juma. Cuma aka.